Jalol aka, bu mashina o'rtasida qo'zg'oringa o'xshab nima qilyapsiz? Turibmanda odam kirib ketyapti. Men mana o'rtasiga deligacha mana. Ko'rinmaydi bunda yonboshdan qarasa. Bu mashina yili nechi bu? Nech pulga oldingiz bu mashina? Bu mashina bo'ladimi o'zi bu? Albatta shunchasini moshin deganmiz, buni ham moshin qilamiz. Mashinaning 2023-yil shu turishiga 80 million so'mga oldik. Bu o'rta shu moshinchamizga idealni qilib, yangi ramaga terib, mana bu detallari so'z detallarini o'tkazib, chiroyli qilib obunachilarga yig'ib beramiz. Salom qismlarini oling, salom qismlari buzilib ketgan mashina. har doimgidek ayrabaklar Otmagan. Otgan. O'zbekiston bo'ylab Ya jintrani ko'tadi. O'zbekiston bo'ylab shunaqa DTP bo'lgan, yonib ketgan, qattiq urilgan mashinalar olamiz, sotamiz. Topib bergan $100 hadyamiz bor. Siz Jalolovda servis kanalini kuzatyapsiz. Narx haqida kommentariyada fikrlanishni kutib qolamiz.